Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinglar kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Shveysariyaning Jenva shahridagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti shtabida ichilayotgan 60-navbatlik kishilik huquq kengashida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Volker Türk Xitoyning Uyg'ur va Tibet xalqiga qarta yurgizgan kishilik huquq dafsanchiligini tilga ilib o'tgan. Navbatda Shveysariyaning Jenva shahridagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti shtabida 9-oyning 3-kunidan boshlab 60-navbatlik kishilik huquq kengashi ichilayotgan bo'lib, bu kengashning 9-sentabrdagi yig'inida so'z qilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Volker Türk Xitoyning Uyg'ur va Tibet xalqiga qarta yurgizgan kishilik huquq dafsanchiligini tilga ilib o'tgan. U so'zida navbatda Xitoy hukumati Sharq Turkistonda Uyg'urlar va u yerdagi boshqa musulmon oz-sonliqlar va Tibetlarning asosiy haq-huquqini qo'g'dash uchun elib berayotgan xizmatlarimiz davom qilyotdi. Ammo hech qanday bir ilgirlash yo'q. Bu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarligining oldi bilan hal qilishga tegishli muhim masalalarning biri deganini ta'kidlagan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 60-navbatlik kishilik huquq oliy kengashi yig'inida parallel holda Xitoydagi kishilik huquqni qo'g'dovchilar to'ri va xalqaro kishilik huquq mulozimati organi, kishilik huquqni ko'zitish tashkiloti va xalqaro kechirim tashkiloti qo'llashi bilan Birlashgan Davlatlar Tashkilotida maxsus yig'in chaqirib, BDT kishilik huquq kengashi va xalqaro jamiyatni Xitoyni javobgarlikka tortishga chaqiriq qilgan. Xalqaro kishilik huquq mulozimat organi torbitida e'lon qilgan bu vaqt uchurida mundaq deyilgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarligining 2022-yildagi bosish xarakterlik baholash dokladida Xitoy hukumatining atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida insoniyat qarshi jinoyat qatorli xalqaro jinoyatlarni sodir qilish mumkinligi o'tirib qo'yilgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarligining 2024-yildagi doklatining yangilanish to'g'risidagi bayonotida uchurga erishish va o'chilishdan qo'rqish uni tekshirish xizmatidagi asosli to'solg'i sifatida ko'rsatilgan. Xohlagancha tutib turishni tekshirish xizmat guruhi 2017-yildan hozirgacha Xitoyning har qaysi joylaridagi tahdid ostidagi shaxslarni o'z ichiga olgan 26 xil fikrda Xitoyning xalqaro qonun qoidasiga xiloflik qilib, keng ko'lamda yoki sistemli tutib turish, turmaga solash yoki erkinlikdan mahrum qilish qatorliq qilmishlarni insoniyat qarshi jinoyat shakllantirishi mumkin deb qayta ta'kidlagan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarligining yuqoridagi baholashni tilga olgandan keyingi 3 yil ichida tashkilotlarimiz bu haqda yangi bayqash va dalillarni xotirladi. Bu rayonning ichi va sirtidagi erkinlikdan sistemli mahrum qilishning doirasi va xarakterini, shundaqla Xitoy cho'ng quruqligi va Hong Kongning hozirgi jinoyatlar qonuni belgilamalarini jiddiy o'ylashimiz kerakligini bildirmoqda. Bu yig'inda so'z qilgan Rizvongul Muhammad aksining hech qanday bir jinoyat ishlamagan ahvolda Uyg'ur kimlik sababidan tutqun qilinganligini, uning bu xil tutqun qilinishi Xitoyning Uyg'ur xalqining milliy kimligiga qaratgan bostirish, tutqun qilishning bir misoli ekanligini, o'zining mushunga o'xshash oilasidagilar tutqun qilingan muhojiratga 49 Uyg'ur bilan suhbat olib borganligini, bu jarayonda 253 xohlagancha tutqun qilish va g'oyib qilib o'tish vaqaligini xotirlaganligini, buning oddiyla 253 kishining vaqalik emas, balki 253 oilaning fojiasi ekanligini, har bir tutqunning oilasi, urug' tuqqanlari, bola chaqalari bu fojianing qurboni bo'lganligini ta'kidlab, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq tashkilotlari va siyosiy faoliyatchilarni Uyg'urlarning fojiasiga ko'ngil bilishga chaqiriq qilgan. Yolqin Ulug'yo'l apandi bu yig'inni qilgan so'zida BDT kishilik huquq kengashi va xalqaro jamiyatni Xitoyni javobgarlikka tortishga chaqiriq qilib mundaq degan. Xitoy BDTning kishilik huquqqa daxl taruz qilish haqidagi ayblashlarini rad qiladi va BDT mutaxassislari alayda dokladchisi Marie Laurovga o'xshash mutaxassislar o'tirib qo'ygan tavsiyalarni yo'l qo'ymaydi. Xitoy hukumati 1 million Uyg'ur va boshqa turk musulmonlarini xohlagancha tutqun qildi. Dadam Mehmet Yaqubning 16 yillik kesilganligini bilish uchun 2 yil vaqt ketdi. Uning nadiligini, salomatlik ahvolini bilmayman. Tag'am Ahmad Yaqub Sherul 15 yil kesilgan. Uning o'g'li Iskandar lagerlarning birida palash bo'lib 15 yillik kesib etildi. Ularning hammasi ishlamagan jinoyat bilan ayblanib turmaga solandi. Xuddi Rizvongulning inisi Mavlonga o'xshash. Xitoy hukumati Uyg'urlarning kimligini, Uyg'ur tarixi va madaniyatini terrorlik bilan birlashtirdi.
Gerçi siz Raila Davudga o'xshash eng dаңlıq universitetlarning birida to'liq professor bo'lib ishlasangizmi, Xitoy hukumati tarafidan kimligingiz sababidan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinishingiz mumkin. Yalqin Rozi, Ilhom To'xti, Akbar Asad, Gulshan Abbos va boshqa nurg'un kishilarga o'xshash Uyg'urlarning ziyolilari, diniy zotlari, tadqiqotchilari, tijoratchilari va Uyg'ur xalqini tutqun qildi, o'ldirdi va insoniyat qarshi jinoyatlarni sodir qildi. Ularning gunohi faqat Uyg'urning bilimlik insonlari bo'lganligi va Uyg'ur kimligidan iborat. BDT kishilik huquq oliy komissari Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligini xalqaro jinoyatlar bo'libmi insoniyat qarshi jinoyatlarni shakllantirgan bo'lish mumkin deb yakun chiqargan. Bu masalani hal qilish uchun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq organlari, jumladan BDT kishilik huquq kengashi Xitoy hukumatini javobgarlik tortishi kerak. Xalqaro kishilik huquq mulozimat organining bugungi yig'iniga Xalqaro kishilik huquq mulozimat organidan Rafael Viana David riyosatchilik qilgan. BDT kishilik huquq qo'g'duvchilarining ahvoli to'g'risidagi alayda dokladchi Mari Lavrov, Birlashgan Davlatlarning tashabbusidagi Uyg'urlardan Rizvongul Muhammad, Xitoydagi kishilik huquqni qo'g'duvchilar to'g'ridan Sofiya Richardson, Xalqaro kishilik huquqni ko'zitish tashkilotidan Yalqin Ulug' yo'l qatorliqlar so'z qilgan. Amerika Federatsiya aloqa komiteti Xitoyning 7 texnik shirkatini cheklash qarorini ma'qullagan. Amerika Federatsiya aloqa komiteti Amerika davlat bexatarligiga xatar ilib kelgan deb qaralgan Xitoyning 7 texnik shirkatining Amerika bozori uchun ishlagan aqliy iqtidorli telefon, kamera va kompyuter qatorliq elektronik uskunalarni ishlatishni va sinov qilishni cheklagan bo'lib, Amerika Federatsiya aloqa komiteti dushanba kuni yana Xitoydagi boshqa 4 texnik shirkatining Amerika bozoridagi qonunli tijorat qilish ruxsatining vaqt to'shqanligini 5-oydan boshlab yangilanmaydiganligini e'lon qilgan edi. Amerika Federatsiya aloqa komitetining raisi Brendan Carr mundaq deydi: Chet el dushman hukumatlari Amerika Federatsiya aloqa komiteti e'tirof qilgan bexatarlik uskunalarini sinaq mulozimati bilan ta'minlaydigan tajribaxonalarga ig'dorchilik qilmasligi va kontrol qilmasligi kerak. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Amerikada ishlatilgan barliq elektron mahsulotlari import qilinishdan burun cho'qim Amerika Federatsiya aloqa komitetining e'tirofnomasiga erishishi kerak ekan. Amerika Federatsiya aloqa komitetining bildirishicha, taxminan 75% elektron mahsulotlari Xitoy ichidagi tajribaxonalarda sinov qilindi ekan. Federatsiya xabarlash komiteti ilgari Xitoy kompartiyasi bilan qo'yiq munosabati bor bir qancha tajribaxonni aniqlab chiqqan. Buning ichida Xitoyning davlat korxonalari yoki Xitoy armiyasi bilan munosabati bor deb bekitilganlari bo'lib, bu organ bu tajribaxonlarning yaqinqi bir qancha yilda Amerika bozoriga yuzlangan minglagan uskunalarni sinov qilganligini bayon qildi. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.